Assalomu alaykum. Bugun bir list chiqadigan morojniy kremli pirojnilar tayyorlaymiz. Ichiga xohlagan mevamizni qo'shishimiz mumkin. Tuxum oqiga tuz solib, qatiq ko'pi ko'pirtirib olamiz. Keyin shakar oz-ozdan qo'shib ko'pirtirib olamiz. Keyin vanilin va razr-xrizilni qo'shib, qoshiqda aralashtirib olamiz. Alohida idishda tuxum sarig'ini mikserda ko'pirtirib olib, yog' solib ko'pirtirib olib, tuxum oqiga qo'shib, qoshiqda aralashtirib olamiz. Keyin unni solib, qoshiqda aralashtirib olib, pergament solingan listga biskvitimizni yoyib olib, duxovkani 160 gradusda pishirib olamiz. 3 ta shunaqa biskvit pishirib olib, krem tayyorlaymiz. Qaymoqqa zgushunka solib, quyilguncha ko'pirtirib olamiz. Ehtiyot bo'lamiz, chirib qolmasin. Biskvitni ustini ko'chirib, sut bilan propitka qilib, kremimizni surib olamiz va mevalarimizni terib olamiz. 3 ta sloy shunaqa terib olib, biskvitlarning chetlarini kesib olib, ustiga yaxshilab kremlarni surib olamiz. Pirojniy qilib kesiladigan bo'laklarni chizib olib, ustiga kokosli strujka sepib olamiz. Men qo'shimcha bezak uchun shanti krem tayyorlab oldim. Siz yana qo'shimcha qaymoqli krem tayyorlab olishingiz mumkin. Shunaqa xohishga ko'ra bezaklar berib, dasturxonga tortamiz, yoqimli ishtaha tiling. Video yoqqan bo'lsa, like bosing. Shu shirinlikni ulashni xohlagan do'stingizga videoni jo'natamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.